Assalomu alaykum aziz do'stlar. Germaniyada bug'doy o'rim jarayoni. Orqamdagi kombayn New Hollandning SX8050 modeli bo'lib turib, bu hozir o'rim uzunligi 6 metr, taxminan 6 metrni bir o'rganda o'rib ketyapti. Bu kombaynning hali bunkerning hajmi 9 tonnagacha yetadi aziz do'stlar. U qarasangizlar tepasida qora bunaqa narsa, agar bunker to'lsa shunday ochilib, yana o'zini hajmini kengaytiradi. Ya'ni bo'lishi mumkin, ya'ni 9 tonnadan ham ko'proq hajmni o'z ichiga sig'dira oladi aziz do'stlar. Bu o'riladigan bug'doy bahorda ekilgan aziz do'stlar. Qishda ekilgan bug'doy emas. Qishda ekilgan bug'doylar Germaniyada shu iyun oylari, iyul oyi boshlarida o'rib tugatiladi. Bular bahorda ekilgan Sommerweizen, Sommergerste deb aytiladi. Bular asosan cho'chqa yoki sigirlarni yemiga ishlatiladigan bug'doylar. Don uchun, ya'ni nima deydi? Non uchun yoki shunaqa o'zimizni insonlarni iste'mol qilish uchun ishlatiladigan bug'doy emas. Asosan yem uchun ishlatiladigan bug'doylar hisoblanadi aziz do'stlar. Bu fermer xo'jalik Bavariyada joylashgan bo'lib, u bu yil jami 214 gektar g'alla ekkan. Ulardan asosiysi piva sanoati uchun ekiladigan yozgi arpadir, ya'ni Sommergerste. Siz ko'rayotganingiz bu ham arpa, aniqrog'i yozgi arpa. Bular qishki va yozgi arpalarga bo'linadi. Qishki arpa asosan yem-xashak uchun ekilsa, yozgisi esa Breugerste, ya'ni piva sanoati uchundir. Qishki arpa gektariga o'rtacha 65-85 sentnergacha hosil bera oladi. Yozgi arpa esa undan sal kamroq, ya'ni 50-65 sentnerga yetadi. Demak, qishki arpa hosildorligi yozga nisbatan sezilarli darajada yuqori. Unday bo'lsa, nimaga fermerlar faqatgina qishki arpani ekib qo'yaverishmaydi? Javobi juda oddiy aziz do'stlar. Biz siz bilan Germaniya haqida gaplashyapmiz. Axir Germaniya piva vatani hisoblanadi. Bundan tashqari, narxlarda ham tafovut juda yuqori bo'lib turib, qishki arpa tonnasiga 170-195 yevrogacha narxlansa, yozgi arpa ancha qimmatroq, ya'ni 250-260 yevrogacha sotiladi. Kombaynning ichida fermerimizdan intervyu olamiz. Servus, kannst du dich kurz vorstellen? Servus, ich bin der Niklas Zörch, komme aus Liebenstein. Ja. Bewirtschafte hier mit meinen Eltern einen gemeinsamen Bauernhof mit Zuchtschweinehaltung und Schweinemast und Ja. eben Ackerbau und wir haben noch eine kleine Hofbiogasanlage. Aha. Und heute sind wir am Gerstendreschen mit unserem Mähdrescher, mit dem New Holland. Da fahren wir auch in Lohnbetrieb raus, Okay. so wie hier heute. Da dreschen wir jetzt Braugerste, also Sommergerste. Sommergerste. Genau, Sommergerste. Für einen Kunden, der liefert es dann ans Lagerhaus. Okay. Das wird verkauft direkt, Okay. wenn die Werte passen. Im Lohnunternehmen machen wir einen Mähdrusch und Pflanzenschutz.
Also wir haben Pflanzenschutzspritze von Amazone, haben wir jetzt letztes Jahr oder heuer neu bekommen mit 30 Meter und 4000 Liter. Und da machen wir auch für mehrere Landwirte den Pflanzenschutz. Und das macht mein Vater, also ich mache mein Vater hauptsächlich. Das ist, sagen wir mal, seine Leidenschaft, sein Hobby. Das macht er gerne. Also beim Mähdrescher sind wir jetzt bei knapp 140 Euro fürs Hektar. Okay. Und beim Pflanzenschutz, da sind wir bei, ich glaube, 26,50 Euro pro Hektar, was wir bekommen, wenn wir da wirtschaften. Okay, danke dir für schöne Interviews. Ja, kein Problem. Und bis zum nächsten Mal. Ja, wir können jetzt dann die Aussaat, Ernte, alles noch Ja. machen. Okay, danke schön. Nochmal. Ja. Tschüss. Tschüss.